Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2026-yil 5-iyun ekan. Bugun bir video qilyapmiz. Mana bu yer chuvalchang boqayotgan bitta joyimiz. Bitta 120 kvadrat chuvalchangimiz bor. Bunga yangi go'nglarni soldik. Mana bunisiga yangi go'ng solishimiz kerak. Tugadi, bu ham mana yeb bo'pti. Bu yagimiz bo'lib qoldi. Endi ustiga 10 sm go'ng solamiz. Mana bularga go'ng solganimiz juda yaxshi ishlashyapti mana. Mana yangi go'ng soldik bunga ham. Suvni beryapmiz, xudo xolasa. Juda yaxshi. 120 kvadrat metr chuvalchangimiz bor, xudo xolasa. Salqin joylar mana. Yong'oq o'riklarning tagi, mana o'riklar tagi. Juda salqin joylar, juda zo'r ishlashyapti. Bu chuvalchang boqayotgan ikkinchi joyimiz. Bu yerda ham 100 kvadrat chuvalchangimiz bor. Bu yerga ham yangi go'nglar solingan. Juda holatlari juda zo'r, yaxshi ishlashyapti. Zichliklari juda yaxshi. Mana kechki paytda suvlarni beryapmiz. Juda sal pasaytirib bergin, oldinga ber, oldinga. Oldik, yana ham oldik. Ana, juda zo'r. Juda zo'r ketyapti mana suv berishlari. Hozir issiqlik kunda shuna qilib sal yangi go'ng soldik. Shuning uchun yaxshiroq suv beryapmiz mana. Juda betam yaxshi ishlayapti. Mana bugun yangi yo'lga 1 kvadrat chuvalchang jo'natyapmiz. Bunisi Chinozga 1 kvadrat 2 korobka jo'natyapmiz Toshkentga. Hozir shofer keladi, mashinaga yuklaymiz, jo'natib yuboramiz. Hurmatli tomoshabinlari, mana men Kaliforniya chuvalchangiga qiziqib Andijonlik Orfon akadan begimiz so'raganda mana vijillab yotibdi-ku, vijillab. Oho. Qani bunisini ko'raylikchi. Oho, bunisini. Bu chuvalchangmi bu? Lahm go'shtmi? Qadrli muxlislar, mana shunaqa. Mana bu bollari ekan mana. Hammani topgan-tutganiga baraka bersin. Biz ham o'zimizni огородga ishlatamiz deb shu tirikchilik qilib ko'rmoqchimiz. Teplisamizga ishlatamiz deb. E'tiboringiz uchun rahmat.